Salom homid do'stlar, o'sha meni ismim Mushtari. Yana ismlar ma'nosiga kiramiz. Boshladik. Xo'p, bugun yana ismlar endi esimga kelib qoldi. O'shaning uchun yana bitta qilaman. Abduqodir deb yozaman. Ha, ekan. Kirdim. O'qib olishinglar mumkin. O'qib olinglar. O'qib bo'ldinglar? Endi Xo'p, nima do'stimizga? Kallamni kelmayapti kallagiramga. Xo'p. Ali deb yozib qoling. Ali. Mana o'qib olishinglar mumkin. Juda ham ko'p ekan. O'qishga qiynalasizlar. O'shaning uchun ozgina shunaqa qilib turaman. Endi bo'ldi. Endi yana qanaqalari bor ekan? Xo'p, bo'pti. Endi esa Robi deb yozaman. Robiya. O'chiring. Bo'ldi. O'qib olishinglar mumkin Robiyalar. Yana menga taklif beringlar. Ana qanaqa ism yozishimni. Xo'p, o'chiramiz. Yana o'yli kallamni kelmayapti shu. Xo'p. Ibrohim deb yozib qoling. Mana qo'linglar. Xayr do'stlar, obuna